Shuni qara. Umuman mani didimdagi odam emas. Abbos akam ming marta yaxshi edilar. Bular ham yaxshilar. Mani xursand qilishga harakat qiladilar. Lekin ko'ngilda bo'lmasa hamma narsa bekor ekan. Ey Xudo, o'zing kechirgin. Allo. Alo. Abbos aka. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Zo'r tanimadim, kim bu? Men Ravsangizmi? Senmisan? Tuzumizan? Ne telefon qo'ysan, tinchlikmi? Sog'indim. Shunaqa degan. Siz bilan ko'rishib gaplashsak bo'ladimi? Qayerda ko'rishamiz? Eski joyimizda. Bo'ldi, soat 12 da o'taman. Ko'rishamiz. Xo'p, Bo'pti, charchaman. kutaman. Hop, charchaman. Olib kelgan gulim yoqdimi? Bo'ladi. Lekin menga ko'proq atirgul yoqardi. Meni keyin safar atirgul olib kelaman. Bugun qarindoshlar bilan o'tirishimiz bor, bilasana. Hamma xotini bilan boradi. Esingdami? Men bormayman. G'iybatchi qarindoshlaringiz bilan bitta joyda o'tirmayman. Nuqul o'tirganimizda kimdir gapirishadi, g'iybat qilishadi. Menga yoqmaydi unaqa joylar. Bir-birini chaynagan. Miyalarim og'rib ketadi. O'z borib kelavering. Men bormayman. Mayli, endi bormasang, majburlashuv, o'zim borib kelaveraman.